Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Li maliha, moli davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha, nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha, chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha, diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka topgur yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida, doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal, juda ham chiroyli, lekin boyaga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zaxdan bir parcha bo'ladi. Aytilinyapti, chiroyiga, puliga, nasl nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kishi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib tarandi, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam faxsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazi' bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turuvchi shaklini ko'rib turib, obrazovniy odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysiz, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Bunaqa odamga aytish kerak bo'ladi, sen yo kiyimingga yarashadigan so'zni so'zla, yoki ko'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirlik go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq. Fasbir sabron jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr qiling. Alloh taolo chiroyli sabr qil deyapti. Demak, chiroyli bo'lmagan sabr ham bor. Chiroyli bo'lgan sabr tushunarli. Chiroyli bo'lmagan sabrchi sabr qildi. Asabiylashadi, g'azablanadi, uni so'kadi, buni turtadi, buni tepadi, undan alamini oladi. Bu ham sabr, lekin qanaqa sabr emas bu? Go'zal sabr emas. Chiroyli avf qilish, chiroyli avf qilish. Fasfahis safhal jamil. Bas ey Muhammad alayhisalom, ularni chiroyli kechirish bilan, go'zal kechirish bilan kechiring. Ya'ni kechirdingiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'ldimi, go'zal bo'lmadimi? Biz kechirishdagi, axloqdagi go'zallikni gapiryapmiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'lganligini belgisi, shu kechirgan odamingizni qaytib shu aybini gapirmaysiz. Agar esiga kelganda, alam qilib ketganda, jazabasi tutib ketganda gapirib qo'ygan bo'lsangiz, bu kechirishlik go'zal kechirishlik bo'lmadi. Bir odam ikkinchi odamni qomatib yuborishi xatarliroqmi yoki bir odam ikkinchi odamni quduqqa tashlab yuborishi xatarliroqmi? Albatta quduqqa tashlab yuborishi xatarliroq. Chunki qamalgan odamni tirik qolishi mumkin. Tirik qoladi. Yusuf alayhisalom akalari 12 yashar paytida quduqqa tashlab yubordi. Keyin Misrga borganda Misrning vazirining ayoli Yusuf alayhisalomni qamatib yubordi.
Qaysinisi xatarliroq Yusuf alayhisalom hayoti uchun? Albatta quduqqa tashlanishi. Ammo oradan 20 yillar o'tgandan keyin akalari oldiga kelganida shu ishini eslatmadi. Nima dedi? Astagfirullah. Va qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Alloh menga ulkan in'om qildi, meni zindondan chiqardi dedi. Nimani aytmadi? Quduqqa tashlaganini, akalarini shu ishini aytmadi, eslatmadi, chunki chiroyli kechirgan edi-da. Shuning uchun eslamadi, gapirmadi. Bizda ham o'tib qoladi. Bir paytlar amaking mana qilgan edi. Bir paytlar tog'ing mana qilgan edi. O'zi kechirganman degan. Lekin nima qilaveradi? Demak, kechirmabdi bu odam. Go'zal kechirish bu aybni qaytib eslamaslik bilan bo'ladi. Rabboniy go'zalligining martabalari. Alloh taoloning zoti go'zal, sifatlari go'zal, fe'llari go'zal, ismlari go'zal. Alloh taolo shunday go'zal zotki, u zotning go'zalligini, qandayligini na bir payg'ambar bilmaydi, na bir farishta bilmaydi. Allohning qanchalar go'zal ekanligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizi aqllarimiz birodarlar sig'dira olmaydi Alloh taoloni go'zalini idrok qilishligini. Shuning uchun birodarlar aytiladiki, shariat adolatning ayni o'zi. Chunki u Allohning manhaji. Shariat rahmatning ayni o'zi. Shariat hikmatning ayni o'zi. Shariat faqat va faqat xayriyat, yaxshilik. Shuning uchun qaysi ishimiz bizni musulmonlar, qaysi bir ishimiz shariat doirasidan chiqib ketsa, u yaxshilik emas, yomonlikka qarab ketadi. Uni har qancha qog'ozga o'rang, har qancha bezang qilayotgan ishingiz shariatdan chiqdimi? Bu endi yomon ish, bu zarar ish, bu xunuk ish. Islom chiroyli sanagan, shariat chiroyli sanagan narsa chiroyli, shariat xunuk deb sanagan narsa xunuk. Bachavozlikda erkakda erkakka, ayolda ayolga uylanishligini taraqqiyotni belgisi, peshqadamlik deyapti. Har qanaqa qog'ozga o'rayapti. Ammo shariatimiz nima degan? Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Har qancha qog'ozga o'ramasin, biz shariatda turib aytamizki, bu ifloslik, razillik, rasvolik. Bizga bu narsalar yot, bu narsalar bizga harom, mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, hamma yaxshilik shariatda. Shariatdan chiqdingizmi, endi har qanday narsaga tayyor turavering. Biz Alloh taoloni al-Jamil, go'zal zot deb aytdik. Alloh taoloning hamma yo'g'i go'zal. Ismi ham, zoti ham, fe'li ham. Shuning uchun fe'lini ko'ramiz. Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring, qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-Jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yekkan olmamizni qaraylik. Biz qarab o'tirmaymiz, ha? Qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir maza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz maza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi, shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamzorni qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Bir ishda juda ham chiroyli qilib qo'ygan bo'lsa, ustasi qarab turib, "Ha, ustasi kuchli odam ekan, o'zini ishida mohir ekan" deysiz. Hunari go'zal ekan deysiz. To'g'rimi? Mashinangizni shunaqa kraskalar berdi, yangidek qilib qo'ydi. Qoyil ustasiga deysiz. Endi bu koinotda, bu borlarga qarab turib nima deyishimiz kerak? Subhanalloh. Bu go'zalliklarni yaratgan Alloh taolo o'zi ham al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, qiyomat kunida butun kuch-qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Kimlar zolim, kimlar o'ziga zulm qilgan kimsalar? Gunoh qilganlar. Inson gunoh qilar ekan, faqat o'ziga zulm qiladi. Endi qarab turing. Nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demak, bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka oldi.
chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdi-da, shunga yetishish uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarning nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan, go'zalligi vaqtincha bo'lgan maxluqni muhabbati bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Molingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan oldiyapti sizni? Go'zallik oldiyapti ekanmi? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli. Boyagi dunyoda go'zalliklari harakat qilsangiz, intilsangiz yetishingiz mumkin. Yetganingizdan keyin bilasizmi, zerikasiz shundan. Ammo haqiqiy go'zallik bo'lgan Alloh taoloning jamoliga intilgan odam bu dunyoda yeta olmaydi o maqsadiga. Shuning uchun doimiy suratda uni hayotida intilish bo'ladi, shavq bo'ladi. Zerikish bo'lmaydi hayotida. Banda hushyor bo'lsin. Banda bu go'zalliklarni tark qiladi yoki u go'zalliklar uni tark qiladi. Chiroyli ayolni yaxshi ko'radi bir erkak. Juda ham yaxshi ko'radi. Lekin bir kun keladi, albatta ajraydi bir-biridan. Yo uni ajali tufayli, yo buni ajali tufayli. Top qo'ygan chiroyli dunyoyingiz, chiroyli imoratingiz, chiroyli mashinalaringiz, ulardan albatta ajraysiz. Ammo agar Alloh azza va jallaning jamolini oshiq bo'ladigan bo'lsangiz, bundan abadul abad ajramaysiz, birga bo'lasiz.